UFC Oq uy turnirining asosiy jangi e'lon qilindi. Jastin Getji Ilya Topurya'ga qarshi. UFC va MMA olamidagi ekspertlar hozircha Jastin Getjining imkoniyatlarini juda ham past baholashmoqda. Bugun esa barcha yulduzlarning fikrlarini va taxminlarini ko'rib chiqamiz. Ilya har doimgidek nokautli seriyasini davom ettiradimi yoki Jastin sensatsiya qila oladimi? Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Boshladik. O'ylashimcha Ilya Jastinni chuqur uyquga yuboradi, juda ham chuqur. U Getjidan hammasini chiqarib oladi. Qanchalik xohlashmasin, Jastin Getji avvalgidek bo'lmaydi. U oktagonga qaytmaydi Ilya bilan jangdan keyin. O'ylashimcha jang bir raunddan uzoqqa cho'zilmaydi. Bilasizmi, ichimda shunday hissiyot bo'lmoqdaki, Jastin Getji sensatsiya qila oladi. Ular tik holatda urushadi, hamma narsa sodir bo'lishi mumkin. Jang har tarafga og'ishi mumkin. Bundan tashqari Jastinda Oq uydagi jang uchun katta motivatsiya bo'ladi. Agarda pakana Ilya birinchi raundda mag'lub qila olmasa, keyingi raundlarda Jastin uni chuqur suv tubiga tortib ketadi. Kichkina tentak boshqa bir ahmoqni mag'lub qila oladi. Getjidan ahmoqroq jangchi yo'q. Men bu yigitni hatto jang lagersiz mag'lub qilishim mumkin. Topurya'ga kelsak, u o'zining fizionemi bilan biroz yaxshiroq. Ha, yomon emas, lekin bu kichkina ahmoqqa men shapaloq beraman va Gruziyaga jo'natib yuboraman. Ochig'ini aytsam, men Getjida hech qanday imkoniyat ko'rganim yo'q. Chunki bu yigit oktagonga chiqadi, tik holatda turadi va jang qiladi. Bu uslub unga 100% mag'lubiyatni keltirib chiqaradi. Jastinda hech qachon bareja bo'lmagan. U har doim oldinga boradi va raqibini mag'lub qilishga intiladi. Jastin lekin haqiqiy brawler. Ammo Ilya Topuria uni birinchi yoki ikkinchi raundda nokaut qilishiga ishonaman. Men Jastinni hurmat qilaman. U bizning jamoadoshlar bilan hech qachon muammoga bormagan. U hozirgi o'rni uchun mutlaq loyiq jangchi. To'g'ri, biroz yoshi o'tib qolgan, lekin bu sportdagi allaqachon haqiqiy afsona. Topurya'ga qarshi g'alaba yoki mag'lubiyat bo'lsin, u har doim muxlislar uchun yuqorida turadi. Jastinda hech qanday imkoniyat yo'q deya olmayman. Ikkala yigit ham qattiq uradi, ikkalasi ham yiqilishi mumkin. Bundan tashqari Jastin Getjida juda ham kuchli low kicklar bor va unda klinchdagi boks ham yaxshi ishlaydi. Ham bu aql bovar qilmasgacha bo'ladi. Biz bir-birimizga zarbalar yog'diramiz. 100% kimdir nokaut bo'ladi. Bilaman, odamlar menga ishonishmaydi, lekin men har doim janglarimda underdog bo'lganman va har doim odamlarni shokka tushirardim. Bu birinchi marta emas. Buni yana qila olaman. Ha, Ilya juda ham qattiq uradi, lekin mening ham zarbalarim qolishmaydi. Bunga yana bir bor guvoh bo'lasiz. Men bu jangda qandaydir hayratomuz fakt ko'rmayapman. Unda hech qanday texnika ko'rmayapman. Strategiya va kuch ham. Yaxshi, agar u buni xohlasa, men uni nokaut qilaman va nafaqaga yuboraman. U men bilan jangdan keyin hech qachon oktagonga qaytmaydi. Men unga tayyor turishni aytgan bo'lardim. Bilasizmi nima? Chunki bu jangning natijasi avvaldan ko'pchilikka ma'lum. Bu albatta g'alati eshitilishi mumkin, lekin men Jastinning g'alabasiga ishonyapman. Agarda yanglishmayotgan bo'lsam, Jastin har bir jangiga underdog sifatida kiradi. Lekin keyin nima bo'lganini o'zingiz bilasiz. Ha, albatta Ilya favorit. Uning o'ziga xos texnikasi bor, bizning diviziondagi eng kuchli bokschilardan biri. Lekin Getjida ham ajoyib timing va o'ta og'ir zarbalar bor. Biz buni ko'rganmiz. Tarix aldamaydi. Ilya va Getji bu yaxshi jang, ammo Jastinda hech qanday imkoniyat yo'q. Ilyada ajoyib boks bor va u Jastinni nokaut qiladi. UFC shunchaki vaqtni behuda ketkazishyapti. Ular meni vaqtimni isrof qilishyapti. Menga Ilyani bering, u men uchun oson pullar. Topuria uchun eng zo'r jang rejalashtirilayotgan edi, ammo bu ishlamadi. Shuning uchun Jastin Getji bilan kamarlarni birlashtirishmoqda. Bu ham yaxshi, ammo Ilya juda ham qattiq yigit. U Islam Makhachev uchun haqiqiy sinov bo'lardi. U juda ham qattiq va kuchli yigit. Unda past og'irlik markazi bor. Uni yiqitish juda ham qiyin bo'lardi Islam uchun. Ha, ko'pchilik bu ortiqcha bo'rtirilgan deb o'ylashi mumkin, lekin yengil vaznda Ilya Makhachevni 100% yenggan bo'lardi. Bu uning uchun oson bo'lardi. 77 kg esa Ilya kichkina tana gabariti to'g'ri kelmaydi deyshadi, ammo men shunday o'ylaymanki, Ilya bu yerda ham favorit. Bu yerda katta olov bo'ladi. Uning bo'yi 1.70, ammo kuchi va jang IQ'sini birlashtirsa buni uddalay oladi. Unda ajoyib jang IQ'si bor, u qanday g'alaba qozonishni biladi. Shuning uchun ham bu yigitni 77 kg vazn toifasida ro'yxatdan o'chirib bo'lmaydi. Biz buni oldin ko'rganmiz. Jastin low-kicklari bilan juda ham kuchli jangchilarni yaroqsiz holatga keltirgan. Ammo Topuria'ning stoykasiga qarasak, u oyoqlarida doim muvozanatda saqlaydi. Unda past og'irlik markazi juda kuchli shakllangan. Agarda Getji ko'proq low-kicklar yo'llashga e'tibor qaratsa, Ilya o'ng qo'l qarshi hujum bilan Getjini tutib olishi mumkin. Bilamizki, Topuria'ning zarbasi agar joyga tushsa, istalgan raqibning chirog'i o'chib qoladi. Lekin agarda Ilya Jastin bilan kurashmoqchi bo'lsa, bu uning uchun zaiflik alomati. Chunki Jastin Getji NCAA'ning top darajadagi kurashchisi. Garchi buni u janglarda ishlatmasa ham. Ilya sniper sistemasida ishlaydi, ya'ni u Jastinning xatosini kutib qarshi hujumda tutib olishga harakat qiladi. Ammo Getji ham Trevor Whitmanning ko'rsatmalari asosida jangga aqlliroq yondoshadi. U avvalgidek birinchi soniyalardanoq bostirib kirmaydi, sizni chalg'itadi va xato qilishga majburlab jazolaydi.
Ha do'stlar, juda ham ko'pchilik Ilya Topurya'ning g'alabasini birinchi yoki ikkinchi raundda nokaut bilan taxmin qilishmoqda, xuddi Charles Oliveira bilan bo'lgani kabi. Mantiqan albatta bu to'g'ri yondashuv, lekin bir tarafdan bahsli joyi bor. Aytilganidek, Geji har doim underdog bo'lgan, xususan Paddy bilan jangdan oldin ham. Juda ham ko'plab odamlar Paddy uni bo'g'ib qo'yishiga ishongandi, lekin natijani o'zingiz ko'rdingiz. Fikrimcha, bu ko'pchilik aytganidek oson jang bo'lmaydi, bu yaqin jang bo'ladi. Sababi bu Jastin uchun kamar jangini yutishga so'nggi imkoniyat va bundan tashqari Oq uyda o'z xalqi oldida Trevor Whitman unga har qachongidan ko'proq motivatsiya beradi. Bundan tashqari Geji allaqachon odamlarni shokka solib bo'lgan. U 5 yil avval Toni Fergyusonni mag'lub qilganidan keyin hech kim ishonmaganda 37 yoshida yana bir bor vaqtinchalik kamarni qo'lga kiritdi. Jastin mening uchun UFC'dagi eng tomoshabob jangchi. Bu yigitning zerikarli janglari yo'q. U haqiqatan ham highlight. Va aytilganidagi g'alaba yoki mag'lubiyat bo'lsin, bu yigit UFC tarixida qoladi. Albatta shon-shuhrat zaliga kiradi. Siz ham o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kim g'alaba qozonadi? Ilya har doimgidek o'z ishini oson qiladimi yoki Jastin sensatsiya qila oladimi? Obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.